Hurmatli do'stlar, mana Askentda chet ellik arxeologlar kelyapti. Bu yerda devorda qalinligi 20 metrga biz uni kesib ko'rganmiz. Mana yerdan mana zinapoyamdan tushyapti. Mana tagida qonab buzilib ketgan. O naryoqda bittasi chiqqan, u gumbazlari bilan chiqqan, ko'p qo'yganmiz buzib. Hurmatli do'stlar, mana Askentda chet ellik arxeologlar kelyapti. Davlatda boshliqlari qurgan bu yerda. Bu ungacha boshqa joyda bo'lganda biz uni aniq bilmaymiz. Bosh paytda bu yoqqa ko'chirishganda. Yillardan oldingi ishlashmaydimi? 104-yil urush bo'ldi. Shundan urushdan keyin bu yerda devorda qalinligi 20 metrga biz uni kesib ko'rganmiz ular boshqa. 20 metr. Qalinligi hozir saqlanganini ko'ramiz. 15 metr. Qadimda 20 metr bashniyasi bilan 25 metr. Buni solishtirsangiz uni yer bilan osmon. Shaharda haligi shimolga Qozonga ko'chirilgan haligi siyosiy poytaxt. Bu shahar tiklangan. Birinchi asrda 70-yildan keyin. Damash qilishlari degan termin bor. Ana shu termin o'sha damash qilishlar aslida Damashqda qilish qilinmagan. Bu yerda nima yo'q, unaqa po'lat ishlamagan. Bu asosan bu yerda qilingan. Keyin Isfaxonda, Eronda, keyin Hindistonda. Eng zo'r yaxshilardan bittasi bu yerda bo'lgan. Bu yerda ham yo'rdi istal. Ham yumshoq istal olingan. Bu yerda mana shu yerda katta naryoqda bitta ikki etajli bino, keyin bu yoqda bu tomonda yana bitta ikki etajli bino bo'lgan ekan. Mana uni tagidan shu vodoprovod o'tgan. Mana yerdan mana zinapoyamdan tushyapti. Mana tagida qonab buzilib ketgan. O naryoqda bittasi chiqqan, u gumbazlari bilan chiqqan, ko'p qo'yganmiz buzib. Bu yerga kelishimdan oldin bu Askent haqida o'qidim, o'rgandim va bu yerga kelganimdan keyin birinchi taassurotlarim shu bo'ldiki, professorning yordamida 2000 yildan ortiq tarixga ega ekanligini aniqladim va bu tarix ichkariga kirganimda bu narsani ko'rdimki, bu tarixni juda ham ajoyib tarzda ko'rsatib bergan ekansizlar. Bu har bitta qatlamlari, har bitta narsalar saqlanib qolganligi va buni himoya qilish uchun harakat qilinayotganligi meni xursand qildi. Va bu proyekt oxiriga yetganda yana qaytib kelishni chin dildan xohlayman. And I can't wait to come back when it is finished.